Nestle kompaniyasining spirulina mahsuloti haqida gaplashamiz. Spirulina dengiz o'simligi hisoblanadi. Spirulinaning bugungi kunda, ya'ni 21-asrdagi ikkinchi nomi 21-asr foydali taomi deb ham yuritiladi. Spirulina dengiz tubida 3,5 milliard yil avval paydo bo'lgan. Spirulinaning tarkibida 200 xil vitaminlar, 22 xil aminokislotalar va ko'plab minerallar mavjud. Bundan tashqari, spirulina immunitet tizimini oshirib beradi. Gemoglobinni yuqori darajada ko'tarib beradi. Qarishni oldini oladi. Ko'rish faoliyatini yaxshilab beradi. Suyak va mushaklarni mustahkamlaydi. Spirulina mahsuloti bolalar uchun juda foydali mahsulot hisoblanadi. Spirulina bolalarda bo'y o'sishi, miya faoliyatining rivojlanishini yaxshilab beradi. Spirulina mahsuloti oshqozon yazvasi va gastritini davolab beradi. Bundan tashqari, yuzni tiniqlashtiradi va qarishni oldini oladi. Spirulina mahsuloti turli xil o'simliklarni oldini oladi, saraton xavfini kamaytiradi, qonni yetarli darajada infeksiyalardan tozalab beradi, yurak xastaliklarini kamaytiradi. Spirulina mahsuloti homiladorlar uchun ham tavsiya qilinadi, toksikozni yengillashtirib beradi. Spirulina mahsulotining yana bir ajoyib xususiyati och qoringa iste'mol qilinganida ozdiradi, to'q qoringa iste'mol qilinganida semirtirib beradi. Spirulina mahsulotidan bundan tashqari 30 va 40 yoshdan oshganda yuz uchun niqob tayyorlash ham mumkin.